Shuningdan keyin Hazrati Aysa xaloyiqqa va shogirdlarga mundaq dedi. Tavrat ustozlari va farislarga Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrat qonuniga ta'bir berish huquqi berilgan. Shunga ularning so'zlarini anglab, deganlarini qilinglar. Lekin qilganlarini qilmanglar. Chunki ular o'zining deginiga o'zlari amal qilmaydi. Ular qattiq diniy qoidalar orqali ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga ortib qo'ydi. Lekin o'zlari bu yuklarni ko'tarishga barmoqlarini mirdirtishni xohlamaydi. Ular hamma ishlarni boshqalarga ko'z qilish uchun qiladi. O'zlarini taqvodor ko'rsatish uchun oyat qutisining cho'ngini chigib elib, to'llarining chuchularini uzun sangiltib qo'ydi. Ziyofatlarda to'rda, ibodatxonlarda alohida o'rinda o'tirishga amroq kirdi. Bozorlarda kishilarning o'zlarini hurmatlab, salom berishi va ustoz deb atishdan huzurlanadi. Biroq sizlar ustoz deb atilishga ko'nmanglar. Chunki sizlarning yolg'iz birla ustozinglar bor. Uning ustiga hammanglar bir-biringlarga qarindosh. Yer yuzida hech qanday kishini hurmatlab otam demanglar. Chunki faqat birla otanglar bor. U bo'lsa-mu arishdiki otanglardir. Sizlar xo'jayin deb atilishga ko'nmanglar. Chunki faqat birla xo'jayininglar bor. U bo'lsa-mu qutquzg'uchi Masihdir. Aranglarda eng martabalik bo'lgan kishi qolganlarga xizmat qilsin. O'zini ustun tutqini töven qilindi. Töven tutqini ustun qilindi. Qolinglar voy, ey soxtipaz Tavrat ustozlari va farisilar. Sizlar arshning podshohligining eshigini insonlar uchun taqdinglar. Yo o'zinglar kirishni o'ylamadinglar, yo kirishni istaganlarning kirishiga yo'l qo'ymadinglar. Qolinglar voy, ey soxtipaz Tavrat ustozlari va farisilar. Sizlar tul ayollardan nab ilib, ularning mol mulkini yeysizlar. Ondan boshqalar ko'rsin deb uzundan uzun duo qilasizlar. Shunga texmu ig'ir jazoga tortilasizlar. Qolinglar voy, ey soxtipaz Tavrat ustozlari va farisilar. Sizlar biror odamni diniy iqiminglarga kirgizish uchun yer jahonni oyinib chiqsizlar. Biroq u kishi iqiminglarga kirgandan keyin sizlar uni dozoqqa kirishga o'zinglarga qaraganda hassilab loyiq qilib yetishtirib chiqsizlar. Qolinglar voy, ey qarg'u yo'lboshchilar. Sizlar ibodatxonni tilga ilib qasam qilganlar qasmiga amal qilmasa bo'ladi. Biroq ibodatxonniki oltinni tilga ilib qasam qilganlar qasmida turish kerak deysizlar. Ey ko'zi ko'r ahmoqlar. Oltin ulug'mi yoki oltinni muqaddas qilgan ibodatxonimi? Sizlar yana qurbonlik supisini tilga ilib qasam qilganlar qasmiga amal qilmasa bo'ladi. Biroq qurbonlik supisidagi qurbonliklarni tilga ilib qasam qilganlar qasmida turish kerak deysizlar. Ey ko'rlar, qurbonlik ulug'mi yoki qurbonlikni muqaddas qilgan qurbonlik supisimi? Shuning uchun qurbonlik supisini tilga ilib qasam qiluvchi ham qurbonlik supisini ham uningdagi qurbonlikni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi. Ibodatxonni tilga ilib qasam qiluvchimi ham ibodatxonini ham ibodatxonda bo'lg'uchi Xudoni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi. Arshni tilga ilib qasam qilguvchi Xudoning taxti va taxtda o'tirgan Xudoni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi. Qolinglar voy, ey soxtipaz Tavrat ustozlari va farisilar. Sizlar hatto yolpuz, orpa badiyon va zirlarning 10dan 1 ulushini Xudoga ataysizlar-yu,
Biroq Tavrat qonunining texmi muhim taraflari bo'lgan haqqoniylik, rahimdillik va sodiqlikqa sal qaraysizlar. Oldi bilan bu ishlarni o'rindishinglar kerak. Boshqa ishlarga kelsak, ularimiz sal qarashga bo'lmaydi. Ey qarg'u yo'lboshchilar, sizlar chinanglarga tushgan kichikina poshinimi suzib ilivitsizlar. Lekin birər tögünü bütün piti yutivitsizlar. Halınlar vay, ey soxtibaz Tavrat ustozlari va parisiylar, sizlar teshilib pokduz yulg'an chini qochlarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar ochko'zlik va shaxsiyatchilik bilan to'lgan. Ey qarg'u parislar, avval chini qochining ishini poklanglar. Shundaqda teshimu pok bo'ladi. Halinglar voy, ey soxtibaz Tavrat ustozlari va parisiylar, sizlar oqartib qo'yilgan, sidqi ko'rinishi chiroyliq, lekin ichi o'lik ustixon va har xil chirg'an narsalarga to'lgan qabrlarga o'xshaysizlar. Teshinglardan kishilarga durust odamlardek ko'rinsizlar, lekin ichinglar soxtibazlik va yomonlik bilan to'lgan. Halinglar voy, ey soxtibaz Tavrat ustozlari va parislar, payg'ambarlarning qabrlarini yosidinglar, odillarning obidilarini bezidinglar. Ajdodlarimizning zamonida yashagan bo'lsak edi, ularning payg'ambarlarning jiniga zomin bo'lgan qilmishlariga sherik bo'lmaydiq deysizlar. Demak, ajdodlarimiz degan so'zinglar bilan payg'ambarlarni o'ldirganlarning navrlari ekanliginglarga o'zinglar guvohlik berdinglar. Shundoq ekan, ajdodlaringlar boshlab bergan ishni ado qilinglar. Ey zaharlik yilonlar, yilonning avlodlari, do'zax azobidan qandoq qutulalasizlar? Mana shuning uchun sizlarga payg'ambarlar, oqillar va diniy o'limalarni avatib turaman. Sizlar ularning ba'zilarini o'ldirsizlar, krisga mixlaysizlar, ba'zilarini ibodatxonalarida darga bossizlar, shahardan shaharga qovlaysizlar. Shundoq qilib, begunoh Hobilning o'tirishidan tortib, toki Barakyoning o'g'li ruhoniy Zakariyaning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonlik supasining orlig'ida o'ldirishgacha bo'lgan hamma begunohlarning yer yuzida yiqitilgan qon qarzlariga javob bersizlar. Bilib qo'yinglarki, shu qilmishlarning jazosining hammasi mushu zamonning odamlarining bo'yniga tushadi. Ey Yerusalimliklar, payg'ambarlar va Xudo avatgan elchilarni chalma-kesak qilib o'ltirgan Yerusalimliklar, go'yo Mikyon o'z chujilarini qanot ostiga olgandek, men sizlarni qancha qitim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim. Lekin sizlar unimidinglar. Mana endi Xudo ibodatxonanglardan ayrilib sizlarni tashlab ketadi. Shuni bilib qo'yinglarki, sizlar Rabbimiz avatgan qutqizuvchiga muborak bo'lsin deb menga ishonmaguncha meni qaytadan ko'rolmaysiz.